Kecha bir video tarqaldi. YouTube'da o'sha kimnidir uyiga bostirib kirib, formalilar bor, grajdanskiylar, fuqarolik kiyimdagilar bor. Xuddi bir katta jinoyatchini ushlagandek bostirib kirishdi. Oilalar ko'rpani. Shu bo'yicha bir fikr aytmoqchiman. O'zbekistonning yangi konstitutsiyasida 31-moddasida shaxs daxlsizligi haqida gap ketadi va uy-joy daxlsizligi haqida gap ketadi. Ya'ni kim bunda shaxsiy daxlsizlik mutlaq hech kim daxl qilib bo'lmaydi unga. Masalan, shaxsga doir ma'lumotlarni tarqatish yoki boshqa bir maqsadda sharmanda qilish, shantaj maqsadlarida foydalanish umuman taqiqlanadi. O'sha jabrlangan odam o'sha ma'lumotlarni o'chirtirib yuborish huquqiga ham ega, hattoki. Bu birinchi masala. Ikkinchi masala, uy-joy daxlsizligi deyilgan, uyning egasini ruxsatsiz hech kim uyga bostirib kirishi mumkin emas. Bu konstitutsiyamizda belgilangan bu. U uyga bostirib kirgan formali akalar buni bilishi kerak. Uy-joy daxlsizligini, shaxsiy daxlsizlikni bilmadimi? Demak, ularni o'zini hozir javobgarlikka tortish kerak bo'lyapti. Mayli, ular jinoyat deb bo'lmaydi buni. Endi uni o'zlari biladi, bir Xudo biladi. Bu gunoh. Va gunohkorni jazolash bandasini qo'lida emas. Uni o'zi javobini berib oladi. Hozir biz jamiyatda demokratik jamiyat quryapmiz-ku, aytishlari bo'yicha. Birovni uyiga bostirib kirib, bunaqa telefonda syomka qilib, sharmanda qilish, bu ayniqsa formalilar bilan birga u asli o'zi kiritmaslik kerak edi. Bu mumkin emas. Kirmaymiz, syomka qilmaymiz, bostirib kirish bo'ladi bu. Uni huquqiga daxl qilib qo'yamiz deyish kerak edi aslida milisa. Formali turibdi-ku. Bunga faqat sud yoki prokuror sanksiyasi kerak uyga kirishga, bostirib kirishga, tintuv qilishga. O'zbek xalqi bunaqa emasdi. Kimnidir sharmanda qilib, kimgadir ozor yetkazadigan millat emasmiz biz. Ayniqsa ayollarga nisbatan ularni sharmanda qilib, rasvosini chiqaradigan emasmiz biz. Hamma o'zi uchun o'zi javob berib oladigan joy bor. U keladi payti. Nima qilasizlar birovning shaxsiy hayotiga aralashib? Qonuniy chorasini ko'ringlar. Qonuniy, diniy demayapman, diniyga sizlarning vakolatlari yo'q. Qonuniy chorasini ko'ringlar. O'sha sanksiya bilan kiringlar, egasini aytib, chaqirib, o'sha kiryapmiz. Sanksiyamiz bor. Tintuv qilamiz, qidiramiz kimnidir. Mayli u jinoyatchi bo'lsin, qidiruvdagi haqqinglar yo'q bostirib kirishga. Ularni o'rnida istalgan boshqa odam ham bo'lishi mumkin. Siz, men bo'lishimiz mumkin. Biz uyimizga ham shunaqa bostirib kirishlari mumkin. Sabri yetsa, matonati yetsa o'sha ayol bularni sudga berish kerak. Xuddi mana shu konstitutsiyaning moddasi bilan 31-moddani o'qib ochib ko'rib o'qib olinglar. Sudga berish kerak. Matonati yetsa agar. Endi u erkak prosta turibdi. Nima qilsang qil deb hech kimga e'tiroz ham bildirgani yo'q. Tomosha qilib turibdi. Menimcha ular bilan tili bir shekilli, yana men bilmadim, bu shaxsiy fikrim. O'shaning uchun bu yerda ko'proq jabrlaydi ayol. Shunaqa gaplar. Bu yerda gunoh qilyaptimi? Gunohkorni jazolash bandasini qo'lida emas. U milisa bo'lsin, prokuror bo'lsin. Gunohkor o'zi narigi dunyoda javobini berib oladi degan ma'noda bu post joyladim.